Assalomu alaykum barchaga. Mana bunisi siyoh rang. Mana bunisi yashil. Bu yerda Allohning bir mo'jizasi bor. Bu yarmi yashil, yarmi siyoh rang. Tanasi ham xuddi shunaqa mana. Tanasining bu tarafi siyoh rang, bu tarafi yashil. Yashil tarafdan chiqqan bagli yashil, siyoh rang tarafdan chiqqan bagli siyoh rang. Ham yashil, ham siyoh rang tarafdan chiqqan baglar mana shunaqa tus olgan. Mana yarmi siyoh rang, yarmi yashil. Yana kimda shunaqasi bor? Allohimning mo'jizasi. Mana bunisi yashil barglisi, ana bunisi siyoh rang barglisi. Lekin bunisi ham yashil, ham siyoh rang. Qanday qilib bo'lishi mumkin? Kimda shunaqasi bor? Kommentda yozib ketinglar.